Assalomu alaykum Redline Tools obunachilari. Bugungi obzorimizda Redline sprayerimiz bilan boshqa apparatlarning farqini tushuntirib o'tamiz. Xo'p, apparatlarimiz Redline sprayerimiz apparatimiz, keyin narigi boshqa apparatimiz. Farqi 12 joyda farq qiladi. Xo'p, birinchi farqi meta suvni qanchalik bilib tursiz bo'ladi. Bularda bilib bo'lmaydi. Ikkinchi farqi bular metlar kuchli bo'ladi. Ishlankaramlar himoyalangan, chimchaga tormaydi. Bittadan yoqqa urasiz. Bularga bunaqa bez himoya. Bittalarni ko'rsatmaydi. Keyingi farqi. Zaryadni bilib turish mumkin qanchalik bitta bo'lib kamayadi. Ularni qanchalik bilib bo'lmaydi. Ikkinchi farqi shu. Uchinchi farqi, to'rtinchi farqi. Mana. Juda narsaga farqi bor. Teshiklari ko'p 8 talik sepadi. Bularga 5 talik sepadi. Keyin metamoni ham himoyalangan. Nima joyda farq qiladi keyingi farq mana. Pasport to'g'risi regulator. Keyingi farqi bo'ladi, bunaqa himoyalanmagan. Plastmasali prostoy bo'ladi. Keyingi farqimiz bunaqa setkasi farq qiladi. Bunaqa mayda setki baquvvat bo'ladi, setkasi ham baquvvat. Bularga yupqa setki bo'ladi, iri setki bo'ladi. Dog'laydi, qurumdan quzaveradi, motor to'lib qoladi. Keyingi farqi zaryadda. Mana ular misol, mana zaryadni Redline o'zini baquvvat original zaryadchiga 2 soat to'ydirsa, mana zaryadnilar 4 soat to'ydiradi zaryadda. Keyingi farqi. Xo'p, orqasida farqi bor. Bunaqa joyda orqasida yetib turadigan narsasida temirli plastmasali bo'ladi. Orqasida shilaveradi, ortaveradi. O'zini vesi 6 kg bo'ladi. Suv quyilsa 25 kg bo'ladi. O'shanda og'ir bo'lib orqasida shilaveradi. Remenlar ham bunaqa o'rtacha prosta oddiy aqldan qilib bergan. Bularda remen ham bunaqa qalin bo'ladi. Masalkali, yelkasi ortmaydi. Keyingi farqi akkumulyatorni turib boshqa narsaga foydalansa ham bo'laveradi. Ishda akkumulyator turib o'tirib bo'lmaydi. Akkumulyator chiqadi orqasidan. Farqlari shillarda, narsalarda farqi bor. Obuna bo'lib, keyingi videolarda apparatimizni sepishlarini hamma yo'g'ini tushuntirib o'tamiz.